Assalomu alaykum. Oila va bolalar psixologi, nutritsiolog Shoira Isakovaman. Bugun sizga mana shu ajoyib preparat haqida gapirib bermoqchiman, lekin undan oldin nima uchun men bu preparatga murojaat qilganimni aytishimga to'g'ri keladi. Dekabr oyida, 2024-yilning dekabr oyida qattiq yiqilganman, qoqilib yiqilganman. Tizza lat yegan, lekin sinmaganiga xursand bo'lganman. Yuraverdim, yaxshi bo'ladi. Tuzli tuxum bog'ladik, spirt surdik. Hamma narsani qildik, lekin bir 3 oylardan keyin og'riq kuchayishni boshladi-da, cho'loqlanishni boshladim, oqsoqlanib yurishni boshladim. Va uni ustiga yetmaganda yana o'sha chap oyoq bilan yiqildim. Endi o'tirib ishlayman, asosan o'tirib ishlaganimdan keyin belda juda qattiq og'riq, qaqshab qolishlar boshlandi. Ertalab uyg'onsam juda ham ko'p qiynalardim. O'zim men ortiqcha vazndan aziyat chekkan odamman. Vaznlarimni kamaytirganim bilan baribir suyak tizimimda qandaydir bir o'zgarishlar borligini his qilardim. Avgust oylariga kelganda menda kechasi shunaqa bir og'riq paydo bo'ldi. Bitta oyog'imda, faqat chap oyog'imda, mana shu tazyobioderniy sustav deymiz, bunaqa aylanadigan joyi bor-ku, shunaqa qichishadi ertalabgacha. Endi shunaqa g'ashim keladi, oyog'imni mana bunaqa qilib urib chiqaman, lekin to'xtamaydi-da og'riq. Kunduzi endi o'tirib ishlaganim uchun men uni bosib o'tiraman, lekin kechasi og'riq kuchayadi. Shu holatlarda men bordimda MCKT qildirdim. Nima ekan bu, nega bunaqa bo'lyapti deb mana MCKT qildirganimda menga yozib beryapti. Prizniki умеренного остеопороза deb beryapti. Bu degani sanda osteoporoz boshlandi degani. Kollagenlar, turli xil narsalarni ichishni boshladim. Kalsiy hech qachon to'xtatmaganman, kalsiy ichishni, omegani ham. O'sha paytda menga mana shu Axdar degan bir juda ajoyib preparatni suyaklar va paylarni tiklash uchun kompleksni tavsiya qilishdi. Og'riq kuchli bo'lganligi uchun men uni ichishni boshladim. Bir hafta ichish jarayonimda menda kechasi o'sha oyog'i qimillatib yotishlar to'xtadi. Buning ustiga oyog'imda atyok bor edi. Men kablok kiysam oyog'im ishib qolaverardi. Mana shu holatlarda mana shu Axdarni ichishim natijasida hozir mana 2 hafta bo'lgan bo'lsa ichganimga, demak nima o'zgarishlar bo'ldi. Birinchidan, bemalol katta baland poshnali tufli kiyib yuribman. Harsillamayapman. Oyog'imdagi og'riq mana bu kechasi qichishlar deyarli to'xtadi. 10,000 qadam, 12,000 qadam yurayapman, og'riq his qilmayapman va ertalab turganimda belim qaqshab qolardi. Mana shular yo'qolganligini his qilyapman. Buning ustiga yana bir narsani aytib o'taman. Ranglarimni tiniqlashganligi, buyraklarimdan tuzlarni tozalanganligini ham ko'ryapman. Umuman olganda umumiy salomatligim yaxshi.